128 prim 5-modda. Transport vositalari haydovchilarning xalaqit berishi yoki avariya holatini yuzaga keltirishi, yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga chiqishi. Birinchi qism. Tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchasini yoqqan holda hamda maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalari to'siqsiz o'tib ketishi uchun transport vositalari haydovchilari tomonidan xalaqit berish. Ikkinchi qism. Transport vositalari haydovchilarning yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi. Xuddi shuningdek, avariya holati yuzaga kelishiga sabab bo'lgan, ya'ni yo'l harakatining boshqa qatnashchilarini tezlikni, harakat yo'nalishini keskin o'zgartirishga yoki o'z xavfsizligini yoxud boshqa fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'zga choralarni ko'rishga majbur qiluvchi huquqbuzarliklarni sodir etishi.